G'ishtni loyga terish kerak deganingizda juda ko'p e'tirozlar bo'ldi, lekin baribir loyda terasiz. Buning sababi nimada? Xo'p, buni birinchi sababi imoratimizda железобетонный konstruksiya bo'lganligi uchun imoratda faqatgina temir beton mahsuloti ko'tarib turadi. G'isht bo'lsa imoratni to'ldiruvchi vazifasini bajarib beradi va hech qanaqa imoratni mustahkamligiga aslo ta'siri yo'q. Endi loy masalasiga keladigan bo'lsak, birinchidan loyda teradigan bo'lsak, g'ishtni bu ustalarimizga nisbatan arzonroq terishadi. Vaqt masalasida juda ham tejamkor bo'ladi. Ya'ni rastvorda terayotganingizda 4 ta g'ishtga alohida rastvor tayinlaysiz, loyga teradigan bo'lsangiz, salkam birinchi qavatga yetadigan to'liq loyni ham bemalol tayinlab olsangiz bo'ladi. Sababi suv aralashtirib ursangiz, mana bunaqa qaymoq sifat rastvor tayyor bo'laveradi. O'shaning uchun imoratda men har doim g'ishtni loyga teraman. Bu birinchi sababi. Imoratning konstruksiyasiga mutlaqo ahamiyati yo'q va ikkinchidan vaqt masalasi bo'yicha ham uyi egasiga cho'nchagi, ya'ni iqtisod masalasi bo'yicha ham juda katta ta'sir o'tkazganligi uchun biz loyga teramiz. Lekin yana bir marta qaytarib o'taman, imoratda g'ishtni loyga tersangiz, g'isht faqat to'ldiruvchi vazifasini bajaradi. Imoratimizda железобетонный konstruksiya bo'lganligi uchun imoratning mustahkamligiga umuman ta'siri yo'q. Salomat bo'linglar.